Jetaurlar oilasiga mansub mashinalar ichida eng yiriklari, eng kattalaridan Jetaur X90 Plus mashinasini qora 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskalar toza holatda 47 ming probegligini 21500 dollarga sotuvga qo'ysak nima deysizlar do'stlar? Arzonmi, qimmatmi? Xolis fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. O'tirib olib faqat negativ yoza olmasdan, xolis ham atrofga solishtirib fikrlarni yozib qoldiringlar. Bundan oldin bunaqangi mashinalarni 24 mingdan ham, 23 mingdan ham, 22 mingdan ham qo'yib yurdik. Hammasi sotilib ketdi. Alhamdulillah videoda chiqardik. Uzoq bir kungacha sotildi. Bunisi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ulardan ham ko'ra arzonroq 21500 dollarga sotuvga qo'yilyapti. 23-yil ishlab chiqarilgan, 47 ming probegda Jetaur X90 Plus. Bu Xitoyda o'zining ichki bozor uchun ishlab chiqarilgani, bilasizlar, bu mashinalar eksportning boshqa nimalari bor, u Xitoyda o'zi uchun ishlab chiqarilgan. Mashinaning kraskasi toza, faqat mana shu yerda rektovkasi bor ekan, mana shu joy. Bu endi bilasizlar, kraska tekizilib sepilmaydi, faqat rektovka qilib chiqarilgan ekan. Qolgan hamma joyi toza deb aytib o'tyapti egalari. Salonlarni ham yengil ko'rib, o'zingizlar 1 dan 5 gacha baholab qo'yasizlar. Mashinani mana hech qanaqa kamchiligi yo'q, olib haydashga tayyor holatda deyapti egalari. E'tibor bersanglar, katta monitor tabloga tutashib ketgan bo'ladi, 47 ming probegda mashina. Xudo xolasa hamma joyi soz ishlab turibdi. Xudo xolasa xarajat qilib o'tirishmaydi. Olib minsa bo'ldi deb aytib o'tishyapti egalari. Mana orqadan ko'rinishi mashinani. Agar mana shu mashina sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, egalari nomerlarini ekranga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollarga to'g'ridan-to'g'ri egalaridan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Videolarga bittadan likelarni bosib, keyinsa mana shunaqangi mashinani birinchilardan bo'lib ko'rishlik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi mashinalarimiz sotilmasdan turib birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishingiz mumkin bo'ladi.